Assalomu alaykum. Rangli manti yeb ko'rganmisizlar? Bugun sizlar bilan noldan tayyorlanishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib xamirlarimizni tayyorlab olamiz. Xamir uchun solinadigan suv miqdori va boshqa proporsiyalarini hammasini opsiyoniga yozib qo'yaman. 3 xil rangli xamir tayyorlab olamiz. Ana endi 3 ta xamirimizni ketma-ket ustma-ust qo'yib mushlab olamiz. 2 marta tindirib mushlab, keyin 12-13 grammdan kesilgan zuvalarni ichiga buklab, pachoqlab, keyin paketning ichiga solib unlab qo'yamiz. Tingan zuvalarimizni mana shunaqa juva orqali chetini ingichka o'rtasi qalinroq qilib yoysanglar, pishgan paytida xamir tegi yirtilib ketmaydi. Qiymasi uchun go'shtni, charvini, piyozni mayda qilib to'g'raymiz va kerakli ziravorlarni berib aralashtiramiz. Sizlar uyda qilib ko'rmoqchi bo'lsanglar, qiyma miqdorini opsiyoniga yozib qo'yaman. Ana endi tingan zuvalarimizni tugishni boshlaymiz. Ranglar qaranglar, yaltillab turishini. Sizlar uchun shu joyini tezlashtirmasdan tugib ko'rsataman. Hali ham like bosmagan bo'lsanglar, bosib qo'yishinglarni kutib qolaman. Tugilgan mantilarning tegini yog'lab, qasqonga terasiz va 40 minutga baland olovga pishirishga qo'yasiz. Rangli mantilarimiz pishdi. Rangini qaranglar, boshqacha. Qarelkada ham ishtaha ochar bo'lib, ichi ham sochli bo'lgan. Mazasi bo'lsa doimgidek bomba. Video yoqqan bo'lsa bomba deb yozib, do'stlaringizga ulashing, kanalimga obuna bo'lsanglar, bundan bomba retseptlar sizlarni kutmoqda.